Bir qancha muddat o'tgach, Ibrohim alayhissalom Makkaga qaytdi. Xotini Hojar ona va o'g'li Ismoil bilan diydorlashdi. Ismoil ancha ulg'ayib qolgan, yugurib o'ynar va otasi yonidan bir qadam ham jilmasdi. Otasi ham uni qattiq yaxshi ko'rardi. Bir kuni Ibrohim alayhissalom tushida o'g'lini so'yayotganini ko'rdi. U haq payg'ambar edi. Shuning uchun ko'rgan tushi ham rost sanaladi. Ibrohim alayhissalom Robbining tushida buyurgan amrini bajarish kerak edi. Ey o'g'ilcham, men tushimda seni qurbonlik uchun so'yayotganimni ko'rmoqdaman. Endi sen o'zing nima fikr qilishingni bir o'ylab ko'rgin, degan edi. U aytdi: Ey otajon, sizga tushingizda Alloh tomonidan buyurilgan ishni qiling. Inshaalloh meni sabr qiluvchilardan topursiz. Ibrohim o'g'lini olib Minoga keldi. So'yish uchun yerga yotqizib pichoqni bo'yniga tiradi. Alloh Ibrohimning o'zini yaxshi ko'radimi yoki o'g'liga ko'proq muhabbat qo'yganmi bilishni xohladi. Haq payg'ambar bu sinovdan yorug' yuz bilan o'tdi. Alloh farishta Jabroil alayhissalomni jannatdan chiqqan qo'y bilan yubordi va mana bu qo'yni so'y, Ismoilni emas, dedi. Shu tarzda musulmonlarga Qurbon hayitida qurbonlik qilish buyurildi. Allohning do'sti Ibrohim va uning o'g'li Ismoilga salom va salovatlar bo'lsin.